Yurist bo'laman deydigan 10-sinflar. Sizda o'zi qancha vaqt qoldi? 1 yil deb o'ylaysizmi? Qattiq adashasiz. Sentyabr keldi, 11-sinfga o'tdingiz. Moslashuv, maktabdagi yangi fanlar, abituriyentlikning stressi. Chunki siz hali bitta fan ustida muttasil ravishda o'tirishga moslashmagansiz. Siz kecha ko'chada o'ynab yurgan bola edingiz va bu bilan moslashish ham jarayonni talab qiladi. Va bundan tashqari mana shu maktabdagi chorakliklar, yakuniy davlat imtihonlari va hokazo fanlar bilan parallel ravishda siz yuridik oliygohlarga kirish uchun kerak bo'ladigan 5 ta fanni parallel ravishda o'zlashtirib, tag'in bir urinishda milliy sertifikatlarni qo'lga kiritish darajasida mukammal o'zlashtirishingiz uchun vaqt kerak bo'ladi. Va bu 1 yil emas 10-sinflar. Ertaga ham maktabni, ham abituriyentlikni stressi, bosim ostida qolib ketmay, natijada yarim yo'lda maqsadimdan qaytmay desangiz, harakatni hozirdan boshlang. Poydevorni hozirdan quring. Ya'ni siz hozir 70% fanlarga yo'lingizni bosib o'tib qo'ysangiz, ertaga milliy sertifikat imtihonlari kelganda qolgan 30%ni stressni, og'ir yuklarni his qilmasdan o'qib turib, natijaga bir urinishda qo'lga kiritib, sertifikatlaringizni qator qilib qo'yib, qarabsizki, xudo xolasa yilning yakunida siz yuridik oliygohlarga kirish uchun fundamental hamma narsani o'zlashtirgan bo'lasiz. O'sha poydevorni ustoz qayerda quray desangiz, albatta Aziz va Education'da deb javob beraman. Chunki bu yerda juda ham kuchli, respublikada hech qayerda qayd etilmagan natijalar qayd etilgan va kuchli jamoa, kuchli muhit yig'ilgan. Agar shubhangiz bo'lsa, natijalarimizga bir boqing. Biz buncha foizda, 90%da, 80%da deb javob bermaymiz. Aniq natijalarni ko'z o'ngingizda namoyon qilamiz. Va albatta 10-sinflar uchun 0 dan boshlangan guruhlarimizga qabul boshlangan. Hoziroq izohlarda 10 raqamini yozib qoldiring. Biz sizga darhol aloqaga chiqamiz.